siz o'zingiz xohlagan maqsadingizga bemalol erishishingiz mumkin. Bu xorijiy tillarni o'rganish bo'lsin, 10 ta tilni o'rganmoqchimisiz yoki dunyoning eng yaxshi universitetiga kirmoqchimisiz yoki bir sport bo'yicha chempion bo'lmoqchimisiz. Buni amalga oshirishingiz mumkin. Bugungi videoda men bu narsani isbotlab beraman. Ya'ni siz oldingizga bir maqsad qo'ydingiz. Unga erishish uchun birinchi qoidamiz bu sizda ishonch bo'lishi kerak. Ishonch nima degani? Siz emas, aynan miyangiz ishonishi kerak. Mana shu narsani boshlab tugata olishiga. Miyani ishonchi hamma narsada har xil bo'ladi. Bu umumiy ishonch bilan chalkashtirmang. Ya'ni bitta ayol kishi bor, u yaxshi ovqat tayyorlay oladi. U insonni ovqat pishirishga nisbatan ishonchi katta. Va u insonga siz kel oshxonada ishlaysanmi yoki ki men bu yangi retsept orqali bir ovqat tayyorlaymiz desangiz, ishonch katta, o'ziga bemalol momos tayyorlab beraman deydi o'sha ovqatni. Yoki boshqacha misol, bitta inson mashina haydaydi. U demak Damas haydagan, Nexia haydagan, Lacetti haydagan va siz unga bitta yaxshi ish chiqdi. Ozgina o'rganasan va yuk mashinasini haydaysan yoki Gazil mashinasini haydaysan, mini furgon desangiz, uni ishonchi bor. Ya'ni oldin mashina haydab yurgan, aynan mashina haydashga, ya'ni Gazelni haydab ketishiga oldindan unda katta ishonch bor. Masalan, balda hisoblaydigan bo'lsak, eng maksimal ball 10 bo'lsa, uni 7-8 darajadagi o'sha ichki ishonchi bor. Miyasi ishonadi, bemalol Gazelni haydab mana shu ishni eplab keta olishiga. Lekin bu yerda tanganing ikkinchi tarafiga qaraymiz. Aynan xorijiy tilni o'rganishga yoki bir matematikani o'rganishga nisbatan umuman ishonchi yo'q. Qandaydir maktabda u narsa bilan duch kelgan yaxshi ingliz tilini o'qituvchisi bo'lmagan yoki maktabda o'sha matematikani tushunmay qolgan, boshidan bir formulalarni o'rgana olmay qolgan. Shuning uchun uni ishonchi matematika bo'yicha yoki ingliz tili bo'yicha bir. Endi bu yerda eng katta muammo nimadan kelib chiqadi? Birinchi qoidamiz mana shundan iborat. Agar insonni miyasini, o'zini ishonchi bo'lmasa biror narsaga, u o'sha narsani shunchaki boshlamaydi. Juda ko'p insonlarni bilaman, ular shunchaki xorijiy tilni o'rganmaydi, sabab o'zlari ishonishadi, ular til bo'yicha mutaxassis emas, til bo'yicha ularda bir qobiliyat, talant yo'q. Lekin siz so'raysiz, o'zi bir shug'ullanib ko'rganmisiz matematika bilan yoki ingliz bilan? Yo'q. Nega? Sabab menda bu narsaga qobiliyat yo'q. Demak, birinchi eng katta xato, ya'ni siz agar biror narsani o'rganmoqchisiz, ishonchingizni oshirishingiz kerak. Endi siz aytasiz, bu juda quruq gap, o'zingga ishon, zo'r bo'lib ketadi. Ya'ni ruchkaga aytaman, o'zingga ishon, qalam bo'lib qol, o'zingga ishon, boshqa narsa bo'lib qol desang, o'zgarmaydi ruchka bu ruchka. Ishonch qanday oshiriladi? Birinchi navbatda siz miyangizga isbotlab berishingiz kerak, siz o'sha narsani amalga oshirishingiz. Matematikani o'rganyapsiz, siz unga hech bo'lmasa bir 5 ball qo'shishingiz kerak. Masalan, birinchi ballni qanday qo'shasiz? Oddiy arifmetikadan 5-6 ta narsani ishlab ko'rsatasiz. Oddiy matematikadagi eng oson tenglamani olasiz va o'shani 10 marta, 15 marta ishlaysiz, bajarasiz. Yoki til o'rganyapsiz, aynan ingliz tilini o'rganmoqchisiz yoki xitoy tilini o'rganmoqchisiz. Shunchaki 5 ta so'zni olasiz ingliz tilida va o'sha so'zni bitta varaqqa yozib bo'lsa ham 5 kun, 6 kun takrorlaysiz. Yaxshi o'rganib olganingizcha. Shunda miya ko'radida sizga 1 ball qo'shadi ishonchga. Ya'ni miyani ingliz tilini o'rganishga bo'lgan ishonchi 1 ballga ko'tariladi. Mana shunday qilib, hech bo'lmasa o'sha ishonchingizni 4-5 ballga ko'tarsangiz, keyin o'sha narsani boshlasangiz, bu narsani tugatishga nisbatan ozgina foiz oshadi. Bu 1 kun, 2 kunda o'rganiladigan narsa emas. 1 yil, 2 yil, 3 yil vaqt olishi mumkin. Demak, agar sizda boshidan ishonchingiz kam bo'ladigan bo'lsa, 3 kun, 4 kundan keyin shunchaki miya bu narsa bilan shug'ullanishni to'xtatadi. Aytadi, yo'q, bu narsa kerak emas, sen eplay olmaysan, qila olmaysan deb. Lekin, masalan, bitta misolni olamiz. Bir kishi bor, rus tilini, ingliz tilini yaxshi biladi va hozir xitoy tilini o'rganyapti. U inson bemalol 3 oydan keyin ham, 5 oydan keyin ham, 9 oydan keyin ham o'rganishdan to'xtab qolmaydi, chunki u ikkita tilni allaqachon o'rgangan. Aynan til o'rganishga bo'yicha ishonchi uni 9 yoki 10 bor. O'ziga juda ham katta ishonadi. Til o'rganish bo'yicha miyasi aniq biladiki, bu narsani ham qila oladi. Shuning uchun birinchi eng katta muammo insonlarda, siz birinchi marta til o'rganyapsiz, bu juda qiyin. Ya'ni miyangiz ishonmaydi, sen eplay olasanmi, eplay olmaysanmi? Agar siz mana shu narsadan o'tib olsangiz, rus tilini o'rgandingiz to'liq, ingliz tilini o'rgandingiz, bo'ldi. Xitoy tili bo'ladimi, nemis tili bo'ladimi? Miyangiz 100% o'yin, siz matematikani tugatdingiz, boshqa narsani ham tugata olishga katta ishonchi ortadi.